Avvalo hammaga salom. Bugun sizlar bilan keyboard eski o'yindan 2-voltga fishkam bilib qoldim. Sizlarga ham foydali narsa bo'lsin o'rgatmoqchiman sizlarga ham. Shunday qilib videomizni boshladik. Chatol qolaryapti. Taladim. Hamiz vaqtlarni olib o'tdim. Tezligim kuchli uchun qanday bilmaydi. Qaranglar. Raqamlar tezligim kuchliligi uchun kesib qo'yaman. Hop. Yarıştırmamız gerek. Yani videoda oxiriga bu narsani o'rgatib turaman. Akkauntim ichida nimalar borligini. Voy. Qaranglar. Mana ikkilasizlar 10-seshga. Keyin qaranglar, amaldan bunday tugmacha chiqadi. Tugmachani bossangiz kichkina yana qilib qo'yasizlar. Keyin bundagina kirasizlar-da. Mana akamiz o'tiribdilar. Shunday ham. Qarang, eqqa 1 million, eqqa 15 million beradi, eqqa 16 million beradi. 1 million foydaya bo'lasizlar. Hop, bunday olsanglar mana 1 million foydaya bo'lasizlar. Hop. Mana sizlarga ko'rsatayam bir marta. Qaranglar. Eqqa 15, eqqa 16 million beradi. Hop. Qilamiz. Hali erta. Qanday bo'lmadi? Shunga hayron qoldim. Bu yerdan qandaydir menga qiyin-da. Levelim yetmaydimi bilmayman. Yo'q, mana bo'ldi. Xayr bo'ldi, shuni videomiz tugadi. Sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Videomga like bosib ketishni unutmanglar. Xayr hammaga.